Shahrimizning Gorgas territoriyasidan 2 xonalik tayyor yevro remont qo'yilgan kvartira kelganmiz. Nima jihoz ko'rib o'tasizlar, hammasi qoladi. Post remont pachka, uydan hali remontning hidi ketmagan. Uyimizning zal qismida biza to'liq ata chentalab bitek kraskalar bilan yurakdan mehr berib tayyorlangan kvartira. TV zonasi televizorlar bilan birga shkafchalargacha qilib qo'ygan ekanlar. TV zonani eshiklari podzakaz MDF eshiklardan chiqqaningizdan katta prostorniy koridor. Oshxonamizni oxirida ko'rsatib o'tamiz. To'g'rimizda alohida bo'lgan sanuzul qismlari litiy unikat aristonlargacha o'rnatilgan to'liq kafelar bilan ta'mirlangan. Bu tomonda simistil stayak o'rnatib qo'yilgan ekan. LED abagrev oynasigacha o'rnatib qo'yilgan ekan. Uyimizni spalnya qismidan biza kattagina spalnya to'liq bitekli kraskalar bilan ta'mirlangan ekan. Duh spalnya dopatal qilib qo'yilgan. Bosh tomoni, bu tomonda balkonchasi o'zini doполнительный. Uyimiz aytib o'tganimizga haqiqatan ham yurakdan mehr berib tayyorlangan ekan. Endigi oshxona qismini ko'rib o'tamiz. Stilajlik eshiklar qo'yilgan ekan mana. Kirgandan kattagina prostorniy oshxona, kuxmebel garniturasi, gaz plita, vichka, stiralka, mana bu yerda xaldilnigacha o'rnatilgan ekan. Stol stullargacha, chiroyli dekorativniy soatlargacha o'rnatib qo'ygan ekanlar. Mehr berilgan, siz uchun tayyorlangan kvartira akajon. Yoqqan bo'lsa sizdan like, kommentariyada fikringizni kutib qolaman. Shahrimizning sentri Gorgazda 6-qavat liftlik dom. Narxiga keladigan bo'lsak, $57.500, ozroq summada arzon qilib kelishtirib beriladi.